Tasavvur qiling, ertalab krossovkangizni kiyasiz va butun davlatni piyoda aylanib chiqasiz. Vaduz poytaxt, bu yerda prezident yo'q. Knyaz, xalq, do'kon, kutubxona, xullas hammasi bitta ko'chada. Atiga 40 ming odam yashaydi. Hamma odamlar bir-birini taniydi. Hatto milliy valyutasi yo'q, lekin dunyodagi eng boy davlat. Armiyasi yo'q, lekin dunyodagi eng tinch mamlakat. Zo'ra, Lichtenstein monarxiya. Ularning rahbari prezident emas, knyaz. Shoh o'rnida. Eng qiziq tomoni, u hali ham qal'ada yashaydi. Lichtensteynda butun mamlakatni ijaraga olsangiz bo'ladi. 2011-yilda bir kompaniya 70 ming dollar evaziga xuddi shunday qilgan. Xullas, o'sha kuni knyazlik saroyi bir kun xizmatda bo'lgan. Shahar shunchalar chiroyliki, har bir burchagi video qilib turibdi. Toshdan qurilgan qasr, yog'ochdan kichik magazinlar, kichkina budkalarda xuddi kofe sotayotgan odamlar va turistlar. Bu yerda yashayotganlar qanchalar baxtli. Har bir uy oynasidan Alp tog'lari ko'rinadi. Cho'ntakday mitti davlatda metro, tramvay yo'q. Kichik poyezdlar, avtobuslar yuradi. Shahar ko'chalarida katta reklama bannerlari yo'q. Go'yo bu yer vizual stress free zona. Estetika urg'u kuchli. Har bir burchak Pinterestdagi rasmga o'xshaydi. Keyin ko'chalarda axlat qutilari yo'q. Chunki odamlar axlatni o'z uyiga olib ketadi. Narxlar qimmatligi uchun mahalliy aholi shoppingni Germaniya va Avstriyadan qilishadi. Bu yerda tug'ilgan bolalarga maza, maktabda chang'i sporti majburiy. Tasavvur qiling, Alp tog'lari etagida jismoniy tarbiya. Lichtenstein kichkina, ammo menga bergan quvonch, kulgu, xotiralar ulkan. Ba'zida eng kichik joylar yuragingizda eng katta joyni egallaydi. Keyingi lokatsiyaga yo'l oldik. Suvni shildiragan ovozi, qushlar, yashillik, vintaj magazinlar, tog'larda yurish, poyezdda selfi qilish, barg ichidagi go'shtli bomba taomni yeb so'ng diyetani unutmoqchi bo'lsangiz, Kurga keling. Bu Shvetsariyadagi eng ertakona shahar. Bu shaharga poyezdda Lichtensteyndan 1 soatda, Tyurikdan 1,5 soatda yetib olsa bo'ladi. Kur Bernina Express poyezdining boshlang'ich nuqtasi. Panoramli vidda qishda tog'li qorlarni, bahor va yozda yashil daraxt va vodiylarni tomosha qilsa bo'ladi. Bu poyezdlar dunyodagi eng go'zal temir yo'l yo'nalishlari. Shaharda 12 oy turistlar arimaydi. Qishda yozdagidan ko'p odamlar chang'i tushga keladi. Kurda har 5-10 daqiqada avtobuslar va poyezdlar harakatlanadi. Velosipedda yurish uchun maxsus yo'laklar ko'p. Suvlar kristaldek tiniq, ichimlik suvi ham tog'dan keladi. Shahardagi restoranlar Shvetsariya, italyan va nemis oshxonalari uyg'unligi. Havoda quritilgan go'sht bu yerda delikates. Shahar atrofida joylashgan fermer bozorlari mahalliy mahsulotlar bilan mashhur. Kitob magazinlarida nemis tilidagi qalin romanlar atiga 2 yevro. Kitoblar shunchalar arzon, bitta kofening puliga 2 kitob olsa bo'ladi. Eski shahar Old Town butunlay avtomobilsiz hudud. Bu yerda faqat piyoda harakatlanasiz. Tartib shaharning tarixiy muhitini saqlash va odamlar xavfsizligini ta'minlash uchun. Shvetsariyada palatka qurish yoki o't yoqib, narsa pishirish uchun mahalliy hokimiyatdan ruxsat olish kerak. Juda och qolib ketdik va Vyetnam oshxonasiga kirib, 3-4 xil ovqatni birdaniga paqqos tushirdik. Endi Badragazga yo'l oldik. Shvetsariyaning 60% tog'li hududlar. Poyezd tizimi esa dunyodagi eng aniqlardan biri. O'rtacha ketish 37 soniya. Har bir shaharda o'rtacha 5 daqiqalik yurish masofasida avtobus yoki tramvay bekati bor. Xullas, ko'chada qolmaysiz. Sayohatga kelsangiz 3 kundan 15 kungacha poyezd, avtobus, tramvay, paromda cheksiz yurish mumkin bo'lgan biletlar oling. Shvetsariyada Krans bu dunyodagi eng tozalardan biri. Uni bemalol ichish mumkin. Lekin biz shifobaxsh mineral buloq suvini ichib ko'rish uchun Badragazga keldik. Avvalgi videoda bu shahar haqida gapirib berdim. Tabiatni bor ovozini his qilishingiz uchun videoda ortiqcha gapirmadim.
Ага.